Sehrgarlar maktabiga o'qishga kelgan qorako'z o'rmon ichida yurgan g'alati maxluq odamlarni birin-ketin o'ldirayotganidan xabar topadi va bu jinoiy ishni o'zi ochishga bel bog'laydi. Lekin bu ish u o'ylaganidan ancha murakkab bo'lib chiqadi. Assalomu alaykum aziz do'stim. Bu Zombi.uz kanali va biz boshladik. Nevermore akademiyasida ota-onalar kuni. Qorako'z ota-onasi va kichik ukasini kutib olar ekan, darhol ularga narsani uning ortidan josuslik qilishga qoldirganlari uchun e'tiroz bildiradi. Nila ham boshqa barcha o'quvchilar kabi o'z oilasi bilan uchrashdi. Qahramonimiz oilasi esa direktor Dilnozaning kabinetida. Barno va Dilnoza eski albomdagi suratlarni tomosha qilib, maktab yillarini eslab, bir-birlariga zaharxandali iltifotlar yog'dirishadi. Keyin ular Qorako'zning muammoli xulq-atvorini muhokama qilishga o'tishadi. Shu sababli Dilnoza butun oilaga doktor Kamila bilan guruhli terapiyani taklif qiladi. Shaharda paydo bo'lgan qizning otasi uni 30 yil oldin sodir etilgan jinoyatda aybdor deb biluvchi Sherif Jasurning g'azabini qo'zg'atadi. Ushbu jinoyat haqida terapiya seansida Qorako'zning o'zi ham gap ochadi. U jinoiy ish materiallaridan olingan mashrabning fotosuratini ko'rsatib, ota-onasidan tushuntirish talab qiladi va shu bilan seans tugaydi. Qizining ortidan yetib olgan Barno hech narsada aybdor emasligini aytib baqiradi. Qorako'z kasalxonaga asalarichi bola Azizni ko'rgani boradi va o'zi uyalardan yig'gan asalni olib keladi. Bolakay maxluqning hujumidan so'ng omon qolgan, biroq komada yotibdi. Shu vaqtda Sherif Jasur yana bir murda topadi. Lekin bu maxluqning qurboni emas, balki o'z joniga qasd qilgan va o'lim oldi xati qoldirgan o'likxona shifokori. Xatda u mashrab ishi bo'yicha haqiqatni yashirganini tan olgan. Yangi dalilni qo'lga kiritgan Sherif Jasur to'g'ri Nevermore'ga yo'l oladi va Azizga qotillik ayblovini qo'yib, uni kishallab olib ketadi. Qorako'z otasini qamoqxonada ko'rgani boradi va hamma haqiqatni aytib berishni so'raydi. Aziz qiziga mashrab uning onasiga telbalarcha oshiq bo'lganini, keyin esa unga mutlaqo mukkasidan ketganini aytib beradi. Politsiyaga qilingan arizalar ta'qibni to'xtatishga yordam bermagan, chunki mashrabning oilasi juda boy edi. Telba yigit maktab raqs kechasiga bostirib kirgan va Azizni o'ldirmoqchi bo'lgan. Janjal paytida esa Aziz o'zini himoya qilayotib mashrabni qilich bilan o'ldirib qo'ygan. Qorako'z otasining gaplariga ishonadi, lekin ishonish qiyin bo'lgan ba'zi mayda tafsilotlar ham bor edi. Otasining aybsizligiga ishonchi komil bo'lgan Qorako'z Sherifni oldiga boradi. Uning fikricha, bu ishni tergov qilish uni va Sherifni o'rmondagi maxluqni ta'qib qilishdan ataylab chalg'atish uchun uyushtirilgan. Jasur esa qiz keltirgan dalillaridagi DNK testi natija bermanini aytib jahli chiqadi va qizni o'zini ham gumondorlar qatoriga qo'shishini aytib tahdid qiladi. Sherifdan Qorako'z mashrabning butun oilasi o'lganini ham bilib oladi. Nila ota-onasi bilan piknikda vaqt o'tkazyapti. Qizining hali ham bo'riga aylanmaganidan hafsalasi pir bo'lgan onasi unga jahlini sochadi. Ko'z yosh qilgan Nila davrani tark etadi. Qorako'z ukasi bilan uchrashib, unga otasining aybsizligini isbotlashga va'da beradi. Birinchi navbatda onasi bilan gaplashgani boradi va uni Belladonna maxfiy klubida topadi. Barno qiziga Guli ushbu klubga asos solganini va quvg'in qilinganlarning zulmiga javoban Joseph Cragstonni o'ldirganini aytib beradi. Buni eshitib Qorako'z o'zining asosiy savolini beradi. Mashrabni aslida kim o'ldirgan? Shunda Barno buni o'zi qilganini, Aziz esa aybni o'z bo'yniga olganini tan oladi. Yana biroz suhbatdan so'ng ona va qiz mashrabning Barno unga qilich sanchishidan oldinroq Belladonna zahari bilan zaharlanganini va o'layotgan bo'lganini tushunishadi. Qabristonga borib uning jasadini qazib olishganda, jasadning ko'k rangi ularning nazariyasini tasdiqlaydi. Shu payt voqea joyida paydo bo'lgan Sherif yordamchisi ularni qabrni tahqirlashgani uchun hibsga oladi. Qamoq kamerasida Qorako'zning ko'ziga voqea aslida qanday bo'lgani haqida narsalar ko'rinadi. Ertasi kuni ozod qilingan Barno va Qorako'z o'sha paytda Sherif bilan bu ishni tergov qilgan Jeriko hokimi xonasida paydo bo'lishadi. Ular hokimga butun haqiqatni aytishadi. Aziz Sherifdan uzr so'rab ozodlikka chiqadi. Nevermore'ni tark etishdan oldin Barno qiziga direktor Dilnozaning kabinetidan vaqtincha olgan albomni beradi. Albomni ochgach, Qorako'z to'g'ri direktorning kabinetiga yo'l oladi. Albomdagi suratlar Dilnozaning metamorf ekanligini va Alining o'limini yashirish uchun uning qiyofasini qabul qilganini isbotlaydi. Ularning suhbatini ko'chadagi baqiriqlar bo'lib qo'yadi. Maysazorda osmondan olov yog'iladi degan olovli yozuv paydo bo'lgan edi.
Qorako'z Guli bilan bog'lanish uchun obsidianli medalyondan foydalanadi, biroq urinish muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Nila paydo bo'ladi. Xonalarning eshigi tagidan esa kimdir javoblar Craigstone maqbarasida ekanligi aytilgan xabarni tashlab ketadi. Dugonalar u yerga birga yo'l olishadi. Javoblar o'rniga Qorako'zni u yerda. Surpriz! Tort va tug'ilgan kuni bilan tabriklar kutardi. U do'stlariga uncha e'tibor bermay, maqbaradagi lotincha yozuvni, Nevermore maysazorida yongan o'sha yozuvni ko'zdan kechiradi. Toshga tegishi bilan Qorako'zga yana narsalar ko'rinadi. U Guli bilan birga uy darvozasi oldida turibdi. Guli unga Craigstone'ni qanday to'xtatish haqida o'sha yerda belgi topishi mumkinligini aytadi. Ertalab Nila dugonasiga o'zi to'qigan sharfni sovg'a qiladi. U o'zi uchun ham xuddi shunday sharf to'qigan, faqat pushti ranglisini. Shunda dugonalarda juft buyumlar bo'ladi. Sovuqqon Qorako'z esa sovg'ani o'rashdan bosh tortadi va tergovni davom ettirish uchun maysazordagi yozuv oldiga yo'l oladi. U yerda uni Samir uchratib qoladi. Raqs kechasi bilan bog'liq janjaldan so'ng yigit Qorako'z bilan yarashishni istaydi. Qiz esa buni rad etadi. Qorako'z Jericho kasalxonasida asalaricha Azizni ko'rgani boradi va u yerda doktor Kamilaga duch keladi. Keyin Qorako'z Otabekning oshxonasiga yo'l oladi. U yerda Otabek uning yoniga sovg'a, tabrik yozuvi tushirilgan bir stakan kapuchino bilan o'tiradi. Ammo u bilan ham Qorako'z o'zini shunday masofali tutadi va tug'ilgan kun, sovg'alar hamda do'stlari maqbarada unga tayyorlagan surpriz haqidagi yoqimli gaplariga munosabat bildirmaydi. Otabek Qorako'zni uchrashuvga taklif qilmoqchi bo'ladi. Bunga javoban qiz unga darvoza chizilgan rasmni ko'rsatadi va bu qayerligini bilish-bilmasligini aniqlamoqchi bo'ladi. Manfiy javob olgach, varaqni qaytarib olib, u yerni tark etadi. Tergov manfaati uchun o'z mag'rurligidan voz kechgan Qorako'z Samirning oldiga boradi. Yigit unga bir necha kun oldin tushida ko'rgan o'sha darvoza chizilgan rasmini ko'rsatadi va bu darvoza Mashrab oilasining eski qo'rg'onida ekanligini aytib beradi. Shu payt Qorako'zning e'tiborini tortgan narsa yopib qo'yilgan rasmning ustidagi matoni ochib yuboradi. U yerda qiz o'zining violonchel bilan chizilgan portretini ko'radi. Samir qizni yaxshi ko'rishini tan oladi. Uning iqrorini eshitgan qiz indamay chiqib ketadi va Mashrablarning qadimiy qo'rg'oniga yo'l oladi. U yerda u yolg'iz emas edi. Shahar hokimi uydan chiqib uni kalit bilan qulflaydi. Uning Sherif Jasur bilan uchrashishga kelishgan telefon suhbatini eshitib, Qorako'z Sherifning yoniga hokim bilan birga borish uchun uning mashinasi yukxonasiga yashirinib oladi. Jasur uni belgilangan joyda kutyapti, lekin hokim yo'ldan o'tayotganida uni noma'lum raqamsiz ko'k mashina urib ketadi. Odamlardan tez yordam chaqirishni so'rab, Sherif boshini ko'taradi va ro'parasida Qorako'zni ko'radi. Doim fojia markazida paydo bo'ladigan qiz direktor Dilnozaning xonasiga yo'l oladi. Direktor unga akademiyani to'liq izolyatsiyaga o'tkazayotganini va maktabni ruxsatsiz tark etishni taqiqlashni ma'lum qiladi. Endi Qorako'z tergovni noma'lum muddatga to'xtatib turishga majbur. O'z xonasiga qamalgan holda u roman yozishda davom etmoqda. Tashqariga chiqish va tergovni davom ettirish uchun Qorako'z o'ziga yaxshi munosabatda bo'lgan hamma odamdan foydalanishga qaror qiladi va u birinchi bo'lib Otabekka qo'ng'iroq qiladi. Uchrashuvga roziman degan bahona bilan u yigitdan soat kechki 8 da uni Nevermore darvozasi oldidan olib ketishni so'raydi. Belgilangan uchrashuv vaqtidan biroz oldin Qorako'z Nila bilan shug'ullanishga kirishadi. Dugonasining samimiy tuyg'ularini mohirlik bilan manipulyatsiya qilib, uni go'yoki tug'ilgan kuni sharafiga qizlar bazmi o'tkazish uchun kampusdan qochishga undaydi. Buning uchun u hatto o'zi yomon ko'radigan to'qilgan sharfni kiyishga ham rozi bo'ladi. Otabekning mashinasiga o'tirgach, u Mashrab qo'rg'oniga haydashni buyuradi. Bu vaqtda Qorako'zni xonasida qamalgan deb o'ylagan Samir u bilan gaplashib olish uchun uni qidiradi. Biroq faqat narsaga duch keladi va undan qizning qayerga ketganini bilib oladi. Qorako'zning o'zi esa aldangan do'stlari bilan birga Mashrab qo'rg'oni darvozasi oldiga yetib kelgan edi. Uni yolg'onda ayblashsa-da, Nila va Otabek baribir qiz bilan birga yurishadi va birinchi navbatda garajga yo'l olishadi. U yerda aynan Qorako'zga kerak bo'lgan narsa bor edi. Shahar hokimini urib ketgan raqamsiz ko'k mashina. Izga tushgan Qorako'z do'stlarini qo'rg'on ichiga boshlaydi va Nilaning Sherifni chaqirish haqidagi taklifini rad etadi. Chunki bunday bo'lsa, uni yana Nevermore'ga qamab qo'yishadi. Mehmonxonada u ziyoratchi Joseph Craigstone'ga bag'ishlangan mehrobni topadi va Otabekka birinchi qavatni ko'zdan kechirishni buyuradi. O'zi esa Nila bilan ikkinchi qavatga chiqadi. U yerda ular toza choyshaplar va shaxsiy buyumlar bor xonani topishadi. Bu yerda kimdir yashayotgani aniq edi. Shu paytda birinchi qavatdan Otabekning maxluq paydo
paydo bo'ldi degan hayqirig'i eshitiladi. Uning vahshiy soyasini ko'rgan dugonalar oshxona liftiga sakrab kirishga va yashirinishga ulgurishadi. Biroq maxluq ularni fosh qiladi va ichkariga bostirib kirishga harakat qiladi. Natijada arqon uzilib, dugonalar pastga uchib ketishadi. O'limdan qutulib qolgan qizlar o'zlarini garajda ko'rishadi. U yerda qorako'z maxluqning barcha qurbonlaridan kesib olingan va bankalarga solib qo'yilgan tana a'zolarini ko'radi. Tepada uning qadam tovushlarini eshitib, dugonalar qochishga tushishadi. Maxluqning changalidan so'nggi soniyalarda chiqqan Qorako'z va Nila Otabekni izlashga tushishadi va yigitni ko'kragidan jarohatlangan holda topishadi. Shu vaqtda Qorako'zning hayratiga ko'ra, qo'rg'on yonida Samir paydo bo'ladi. Otabekning uyiga yetib borgach, Sherif Jasurdan u bilan birga Mashrabning qo'rg'oniga qaytishni so'raydi. Biroq boyagina dalillar bilan to'la bo'lgan ombor endi bo'm-bo'sh bo'lib chiqadi. Akademiyaga qaytgach, direktor Dilnozaga duch kelgan Qorako'z do'stlarini o'lim xavfiga qo'ygan bo'lsa-da, haydalishdan qutulib qoladi. Xonaga kelganida esa Nilaning buyumlarini yig'ishtirayotganini ko'radi. U haqiqiy maxluq bilan yonma-yon yashamaslik uchun boshqa yotoqxonaga ko'chib o'tmoqchi. Maqsadi yo'lida har kimdan foydalanishga tayyor bo'lgan, hatto odamni xavf ostiga qo'yadigan Qorako'zni Nila butunlay yolg'iz qoldirib ketadi. Polga o'tirib, Qorako'z qo'rg'ondan olib kelgan qutini ko'zdan kechiradi va u yerda o'zining fotosuratlarini topadi. Jerikoda shahar hokimining dafn marosimi bo'lib o'tmoqda. Qorako'z hammadan chetda turib, qotilni aniqlash uchun barchaning yuziga diqqat bilan qaraydi. To'satdan uning e'tiborini o'rmonda yashiringan qora kiyimli shakl tortadi. Qorako'z noma'lum kimsaning ortidan quvadi, biroq uni ko'zdan yo'qotadi. Notanish kimsa pistirmadan unga hujum qiladi, biroq qiz soyabon dastasiga yashirilgan qilichi bilan darhol javob qaytaradi. Sirli erkak uning zarbasini elektr razryadi bilan qaytaradi va Qorako'z qarshisida o'zining tug'ishgan amakisi Furqat turganini tushunadi. Jiyan amakisini asalaricha Azizning omboriga olib keladi. Unga tergov haqida so'zlab beradi va maxluqning suratini ko'rsatadi. Furqatga bu maxluqlar haqidagi ma'lumotni Belladonna kutubxonasidagi Nathaniel Faulkner kundaligidan topish mumkinligini aytadi. Qorong'u tushishi bilan Qorako'z kutubxonaga boradi. U yerda Samirga duch keladi va yigit tezroq kutubxonadan chiqib ketishi uchun uni atayin xafa qiladi. Samir ketadi. Yashiringan joydan darhol amakisi Furqat chiqib keladi va Nathaniel Faulkner kundaligi saqlanadigan maxfiy seyfni ko'rsatadi. O'z xonasida uni o'rgangan Qorako'z o'rmondagi maxluq kimligini bilib oladi. U mutatsiya natijasi bo'lib, agar kimdir uni ozod qilsa, maxluq uni o'z xo'jayini deb hisoblashini bilib oladi. Yangi tafsilotlarni aniqlab, Qorako'z yana Samirning oldiga ayblovlar bilan boradi. Biroq Samir endi u bilan gaplashish kayfiyatida emas va uning hayotiga aralashmaslikni so'raydi. Qorako'z amakisi bilan birga Samirning ortidan g'alati motorollerda kuzatib boradi. Ma'lum bo'lishicha, u doktor Kamila bilan maxfiy uchrashuvga borgan ekan. Endi Qorako'zga hammasi ayon bo'ladi. Samir maxluq. Doktor Kamila esa uni gipnoz bilan uyg'otgan. Uning nazariyasi haqida Otabek bilib oladi. U oshxonada qizning yoniga o'tiradi va fursatdan foydalanib, kechqurun Craigstone maqbarasida uchrashuv o'tkazishni iltimos qiladi. Qorako'z maqbaraga borishga qaror qiladi va u yerda uni o'ta hayratlanarli surpriz kutadi. Otabekning bu harakati Qorako'zning muzlagan qalbini erita boshladi. Biroq juftlikning romantikasini motorollerni o'g'irlagan jinoyatchini qidirib kelgan Sherif Jasur buzib qo'yadi. Xonasiga qaytgan Qorako'z u yer ostin ustun qilinganini va narsa pichoq bilan devorga sanchib ketilganini ko'radi. Dahshat ichida u amakisi Furqatdan yordam so'rab yuguradi. Amakisi elektr razryadi bilan narsani tiriltirishga harakat qiladi. Biroq bu behuda urinishdek ko'rinadi. Go'yo narsani endi qaytarib bo'lmaydigandek edi. Ammo u to'satdan hayot nishonalarini beradi. Qorako'zning ko'zlarida ilk bor yana yosh paydo bo'ladi. Ertasi kuni qiz tergov yechimi arafasida Malikaning kabinetiga kiradi. Qorako'z uni fosh qilganini va u maxluqni uyg'otib, eski qo'rg'onda butun oilasining o'limi uchun qasos olganini aytib beradi. Qorako'z o'sha qo'rg'onda aynan doktor Malika asalaricha Azizning palatasiga olib kelgan atirgullar dastasining xuddi o'zini ko'rganini aytadi. Gapini aytib bo'lgach, u chiqib ketadi. Shundan so'ng maxluq doktorni o'ldiradi. Sherifdan Malikaning o'limi haqida eshitgan Qorako'z qotilliklarni to'xtatishga qat'iy qaror qiladi va Samirning yashirin joyida pistirma qo'yadi. Dalil sifatida uning so'nggi chizgan rasmini va undan topilgan o'ldirilganlarning shaxsiy buyumlarini ko'rsatib, u Samirni Sherif
Jasurga topshiradi. Xonasiga qaytganida esa Nila yana uning xonasiga ko'chib o'tganini ko'radi va u yarashishni taklif qiladi. O'zining ushbu qo'shaloq g'alabasini nishonlash uchun Qorako'z Otabekning oshxonasiga yo'l oladi. Jasoratini yig'ib, u nihoyat yigitni o'padi va aynan shu soniyada uning ko'ziga narsalar ko'rinadi. O'ziga kelgach, Qorako'z darhol yangi pistirma qo'yish uchun qochib ketadi va tez orada Otabek Samirning yashirin joyda bog'langan holda paydo bo'ladi. U yerda qiynoqlar bilan undagi maxluqni uyg'otishga harakat qiladi. Bu ishda ishtirok etishdan bosh tortgan sinfdoshlari direktor Dilnozaga murojaat qilishadi va sherif Jasurni chaqirishadi. Politsiya mahkamasida Qorako'z o'z so'zida turib oladi. Sherif o'g'lining o'g'irlanishi bo'yicha ayblov qo'ymaydi va Dilnoza bilan Qorako'zga Nevermore'ga qaytishga ruxsat beradi. Biroq chiqishda Otabek uni to'xtatib, "Sen Nevermore'da nima sodir bo'lishini tasavvur ham qila olmaysan" deydi. Direktor Dilnoza Qorako'zni maktabdan haydaydi va birinchi poyezd bilan ketishni buyuradi. Maktabni dahshatli xavf ostonasida qoldirayotganini tushunib, Qorako'z qamoqda zanjirlanib o'tirgan Samirning yoniga yordam so'rab borishga urinadi. Tushuntirishlarni eshitishni istamagan yigit uni haydab yuboradi va bashorat amalga oshmasligi uchun Nevermore'dan butunlay ketishini so'raydi. "Agar sen bu yerda bo'lmasang, bu sodir bo'lmaydi. Shunday qilib sen hammani qutqarasan", deydi yigit. Qiz rozi bo'ladi. Ertalab Qorako'z buyumlarini yig'adi va Niladan xushxabar eshitadi. Kasalxonadagi asalarichi Aziz o'ziga kelibdi. Azizning palatasida paydo bo'lgan Qorako'z birinchi navbatda uni g'orga yolg'iz yuborgani uchun uzr so'raydi. Sodir bo'lgan voqeani eslar ekan, bolakay jinoyatchining oyog'ida qizil etik bo'lganini aytib beradi. Nevermore'da bunday poyabzalni faqat bir kishi, Malika kiyadi. Malika opa esa Mashrabning singlisi bo'lib chiqadi. Malika o'zining issiqxonasida bemalol belladonna zaharini tayyorlayotganida uning ortida to'satdan Qorako'z paydo bo'ladi va ayblov qo'yadi. Cho'ntagiga bitta shpritsni yashirgancha Malika o'zini begunoh qilib ko'rsatishga urinadi. Biroq Qorako'zning so'zlarini tasdiqlab, issiqxonada Otabek paydo bo'ladi. Faqat o'shandagina ayol niqobini yechadi va maxluqga qizni o'ldirishni buyuradi. Biroq bu safar u negadir buyruqqa bo'ysunmaydi. Buning o'rniga Metamorf o'zining haqiqiy qiyofasiga qaytadi va direktor Dilnoza paydo bo'ladi. Mag'lubiyatini va uning oqibatlarini anglagan Malika unga tashlanadi va zaharni sanchadi. Direktor Dilnoza shu joyning o'zida vafot etadi. Qorako'zni esa boshiga bergan zarba bilan hushidan ketkazadi. Ushbu manzarani pistirmada kuzatib turgan narsa darhol yordam so'rab Nilaning yoniga chopadi. O'ziga kelganida Qorako'z Jozef Krekstonning maqbarasida ekanini tushunadi. U yerda Malika barcha o'ldirilgan qurbonlarning tana a'zolarini maqbara atrofiga terib, ziyoratchini tiriltirish marosimiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Malika ajdodining qabrini Qorako'zning qoni yordamida ochadi va dunyoni quvg'in qilinganlardan tozalash uchun qaytgan Jeriko asoschisining qasoskor ruhini tiriltiradi. Krekston birinchi bo'lib pichoqni Qorako'zga sanchadi va uni maqbarada o'limga mahkum etib qoldiradi. Biroq Qorako'zga Gulining ruhi yordamga keladi va obsidianli kulon yordamida uning tanasiga kirib, yarani davolaydi. Direktorning o'limi va kutilayotgan hujumdan xabar topgan Nevermore o'quvchilari akademiyadan evakuatsiya qilinmoqda. Shu vaqtda dugonasini qutqarish uchun maqbaraga shoshilgan Nila to'satdan birinchi marta bo'riga aylana boshlaydi va aynan vaqtida paydo bo'ladi va maxluqga aylangan Otabekka Qorako'zni o'ldirishga xalal beradi. Qorako'z esa Krekstonni quvib yetadi. U onasi Barno Mashrabni o'ldirgan o'sha qilich bilan u bilan jang qiladi. Biroq yolg'iz o'zi unga qarshi tura olmayotganida to'satdan yordamga Bina keladi. Qulay fursatdan foydalanib qahramonimiz qilich bo'lagini uning qora yuragiga sanchadi va shu tariqa uni yana jahannamga qaytaradi. Krekston bilan hisob-kitob qilingach, Qorako'z Malikaning nishoniga tushadi. Biroq aynan vaqtida paydo bo'lgan Aziz unga asalarlar to'dasini yuboradi. Malika bilan hammasi hal bo'lgach, Qorako'z o'rmonga Nilaning oldiga qaytadi va boshdan kechirilgan voqealardan so'ng dugonalar birinchi marta quchoqlashishadi. Qorako'z o'z romanini yozib tugatib, ta'tilga Nevermore'ni tark etadi va Samirning xayrlashuv sovg'asi ichiga yigitning raqami saqlangan yangi telefonni qabul qiladi. Biroq birinchi xabar yigitdan emas, balki butunlay boshqa kimsadan keladi. Izohlarda Qorako'zga u sirli xabarni kim yuborgan deb o'ylashingizni yozib qoldiring. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar.